Assalomu alaykum. Yaypandamiz. Qo'qonning Yaypani. Osh markazi bor ekan. O'zbekistonga mashhur arzon narxda. Shundan bir ko'rib ketaylik, keldik Xumaru aqlib. Alijon aka, bu reklamasini qachon ko'ruvdinglar buni? Yaypanni. Hali ham o'zgarmabdi. O'sha narx, o'sha narx. Odamlar ana osh 8000 so'm. Sabr va shukrni o'rgatar inson, ismi jismiga monand Qurbon Alijon. Ushbu lavhalardan yo'q bo'ldi g'amlar, sizni duo qilar barcha odamlar. Mashalloh. Bu kommentariyaga yozilgan nima? Lekin kompyuterdan chiqarib qo'yib qo'yishdi. Alloh rozi bo'lsin. Kommentariyada yozgan shu nimani. Bir shoir tabiat odam buni to'qib yozganmi? Biz ham shuni Toshkentdan keldi-da, shunaqa arzon narxga osh bor ekan, qanaqa ekan ko'rib ketaylik deb. Butun O'zbekistondan kelyapti. Bittasi yozibdiki, bu insonga agar shunday unvon bo'lsa, O'zbekiston xalq oshpazi degan unvonni berish kerak deb yozibdi kommentariyada. Arziydi. Salomat bo'ling. Qurbon Alijon aka, Alloh rozi bo'lsin. Barakasini bersin. Toshkentga qaytadi endi. Toshkent Qumaru mahalla. Mashhur Fozil Qorakaning masjidlari bo'lardi, Qumaru masjidi. Kecha 5 yo'q O'sha yerda. ketdi-da.